obunachilar, sizlar bilan kunlik xabar do'stlar, yangi videoga xush kelibsizlar do'stlar. Bilasizlarmi, bugungi videoda men sayohatga chiqdim, ya'ni shunchaki dam olishga. Pishvaniya qilgan prozadak orolga keldim. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. 300 bo'lishimizga ozgina qoldi. Bo'lmasa men jidroq videoni boshladim. Tak do'stlar, mana daraxtlarni ham chopib qo'ygan edim. Tak birozgina daraxt chopib olsak bizga yaxshi bo'lardi. Tezroq biz kuchayishimiz kerak. Aynan zeriktirmay deb mana tezroq kirkani ham yasaymiz va pastga qarab ketamiz. Chunki bizga tezroq toshlar kerak va biz toshlardan o'zimizga kerakli bo'lgan narsalarni yasab olishimiz kerak. Tezroq men toshli narsalarni yasashim kerak. Faqat vaqtim juda ham oz, chunki video 15 minutdan o'tib ketsa qo'yib bo'lmaydi. O'zingiz ham bilasiz. Men rekorderdan olganim uchun shunday bo'ladi. Yaqinda rekorder do'stlar, как раз tayimizdan temir chiqdi. Mayli, temirni olib ketamiz. Kanalga obuna bo'ling. Atigi 20 ta obuna qoldi. Biz 300 ta bo'lishimizga va 400, 500, 600, 700, 800, 900 va 1000 ta bo'lishimiz kerak. Tak, hamma toshlarni ham chopib oldik. Endi esa o'zimga kerakli instrumentlarni yasab olaman. Okey. Buni olamiz va temirni ham olib chiqishimiz kerak. Xo'sh, temirlarni tezroq terib olsak yaxshi bo'lardi. Chunki meni vaqtim juda ham oz. Va do'stlar, videoni men 6 da boshlayapman. Chunki videoni o'z ertaroq olishim kerak edi. Lekin mayli, 6 da olib oray dedim. Erinimda chunki hattoki telefonda zaryad ham yo'q edi. Shuning uchun birozgina zaryadga qo'yib qo'ydim va to'libda qarasam yaxshi videoni boshlayveraman dedimda videoni olishga chiqib ketdim. Tak, men videoni uyimni ichida olmayman, boshqa joyda olaman. O'zimning bironta xonam bor. Ana shu yerda tinchgina video olsam ham bo'ladi. Do'stlar, hammaga rahmat. Obunani ham juda ham ko'paytirib yuboribsiz. Atigi 20 ta obunachi qoldi va undan keyin biz 300 taga ham yetamiz. Yangi yilgacha tezroq men 300 ta bo'lishim kerak do'stlar. Lekin men yangi yilgacha 300 ta bo'la olaman. Chunki sizlar tezroq men 300 taga olib borib qo'yasiz. Tezroq 300 ta bo'lsak xursand bo'lgan bo'lar edim. Va xo'sh, buni bu yoqqa qo'yib qo'yaman. Taxtani mayli, mana shu yerga qo'yganimiz yaxshiroq. Tak, narsalarimizni yig'ishtiramiz va tezroq biz borishimiz kerak. Nima deydi? Shaxtaga tushishimiz kerak. Xo'sh, bu shaxtami? Ma'lumcha shaxta. Do'stlar, to'xtanglar, nastroykani ham ko'rib boraylik. To'xtang. Yaxshi, hammasi yo'g'ri. Suvga, okey. Tupik bo'lmasin. Men bu yoqqa chiqishim kerak edi. Yaxshi do'stlar, shaxtadan biz temir ham topdik. Okey. Xo'sh, keyingi video nima bo'lsin? Men bu videoda уже vijvaniya qilib yuboribman. Kechirasizlar. To'g'risini aytsam, zerikishdan video oldim. To'g'risini aytsam, YouTube'ni ba'zida qiziqib qolmayapti. Shuning uchun faqatgina katta video qo'ygim kelyapti. Mayli, katta video qo'ysa davom etamiz. Endi do'stlar, short videolarni kam qo'yaman. Chunki o'zi kanalni men katta video qo'yish uchun ochganman. Lekin shortsim juda ham ko'p. Katta video soatiga 8 ta ekan. Men bundan juda ham xafa bo'ldim. Bu videomiz 101-video bo'lishi mumkin. Chunki kecha 100-videoni ham qo'yib bo'ldim va endi nima deydi? 300 taga ham borishimiz kerak. Do'stlar, короче, oltinni ham topib oldik. Mayli, oltin topamiz. Tezroq biz ko'mir ham topaylik endi. Mana bu
oltinni olib ketish uchun nima deydi? Mana bu temirli kirka bo'lishi kerak. Menga kakras ko'mir ham mana bu yerda bor ekan. Lekin ustida gravel bo'lsa, jin ursin. Hozir bo'lishi mumkin edi. Lazurit topdik mana. Lazuritni ham olib ketamiz. Lazuritni tezroq olaylik. Okey. Darajalarni ham sekingina yig'ishtirib olamiz. Va ana bu lavaga ketdi. Mayli, hech qisi yo'q. Men sekingina mana bu ko'mirni olaman. Okey. Va yonib ketar ekan. Jin ursin. Yonyapman do'stlar. Xo'sh, ana bu tarafga nimadir qilib o'tib olishimiz kerak. Tepamda blok yo'qmi? Yaxshi o'tib olamiz sekingina. Bu yoqda ham bor ekan. Do'stlar, men Roblox o'ynayman. Duruza tashlashingiz mumkin. Haliroq men post qo'yaman nomimni. Maza qilib Roblox o'ynasak ham bo'ladi. Bemalol murojaat qilib, men bilan o'ynaydiganlar kanalga obuna bo'lsin va postga kirsanglar bemalol nomimni tashlab qo'yaman. Agar vaqtim bo'lganda hozir tashlab qo'yardim, lekin hozircha vaqtim yo'q. Xo'sh, ko'mirlar tiqilib yotibdi-yu, lekin u yerdan olib bo'lmayapti-da. Hamma joyda oltin tiqilib yotibdi. Men tezroq mana bu ko'mirlarimni olib, temirlarni yetishim kerak. Hammasini olaversak yaxshi bo'lardi, chunki fakir yasashim ham kerak. Bu yer juda ham qorong'u ekan, lekin nastroyga yaxshi yoritib beryapti. Tezroq olamiz. Menimcha shuncha yetadi do'stlar, shuncha yetadi. Xo'sh, endi esa almas topishimiz kerak. Men mana bu temirlarni ham yetishim kerak. Okey. Oldinlarni ham tez eritib yuboramiz degan umiddaman. Do'stlar, endi videolarni tez qo'yaman. Okey. Bu yoqqa buni bu yoqqa esa aylanib hammasini solaveraman, nima qilaman. Pastiga 4ta, pastiga esa 4ta yetadi. Xo'sh, biz yana ko'mirlarni olib turamiz. O'sha videomiz 7 minut bo'libdi do'stlar. Vaqt juda ham tez o'tyapti. Hozirgina videoni boshlagan edim. Vaqt tez o'tishini qarang do'stlar. Qanchalik tez o'tyapti, o'zimiz ham bilmay qolyapmiz. O'sha 2026-yil keldi do'stlar. Xuddaki endi bir oy bo'lgandek. 2026 tez keldi. Xo'sh, olmos bormi? Yo'q, bu tarafda almas topolmasligimiz mumkin. Shuning uchun men tezroq mana bu temirlarim erisa, narsa yasayman. Xo'sh, bitta kirka yasab oldik. Endi esa biz buni olamiz. Oltinlar, haligi oltinlarni olishimiz kerak. Birinchi bo'lib mana bu oltin. Orqasida temir bor ekan, lekin endi menga temir kerak emas. Okey, oltin juda ham ko'p. Yo'q, yana oltin. Jin ursin, shuncha oltin chiqdi, mayli. Mana bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Qayerda ko'rdim men oltinni do'stlar? Qayerda edi? Shunsin, hozircha men temirlarimdan uzoqlashib ketmasligim kerak. Mayli, oltinlarni qayerdadir ko'rgandim. Stop, haligi joyda yo'qmi? Bor edi shekilli. Oldidan o'tib ketgandim. Hozir temirimizni oldiga boraylik. Lazurit bor ekan, yaxshi. Lazuritni olib ketamiz. Yaqinda stream ham qilamiz do'stlar. Yaqinda jonli efir bo'ladi. Prosta tagiga hali ochganim yo'q. Agar tezroq ochib olsam, bemalol kutmasdan jonli efir qilsak bo'ladi. Har kuni qilishim mumkin, lekin ko'p qilib yubormayman, chunki jonli efir qilgan vaqtim yo'q. Lekin YouTube'da vaqt bor, lekin jonli efirni hali to'g'rilaganim yo'q. Shuning uchun biroz kutishga to'g'ri kelar ekan. 24 soatdan keyin tayyor bo'ladi dedi menga. Xo'sh, endi esa chat masalasiga kelsak, chatimizni endi ochishim kerak-da.
katta muammo bor ekan. Shuning uchun hali video olish, xullas bundan katta video olishga vaqtim yo'q. Xafa bo'lmaysizlar degan umiddaman do'stlar. Xo'sh, уже temirli broniyani ham kiyib oldik. Yo'q, bo'ldi. Xo'sh, bundan tagimay bitta solib qo'yamiz. Mana bu temirlarni ham eritib olaylik, mayli. Hamma temirni eritib yuborsak yaxshi bo'lardi. Okey. Temirlar juda ham ko'p va biz broniyaga уже to'ldik. Tezroq narsalarimni nima deydi? Eritishim kerak. Okey, ikkita bu eryapti. Yo'q, do'stlar. Stop. Hammasi joyida, hammasi yaxshi. Birozgina nima deydi, boshim og'rib qoldi. Xo'sh. Qilich. Buni yasaymiz. Mana. Xo'sh, endi esa nastroykalardan hamma narsani to'g'risadikmi? Okey. Bu yoqqa boltani va bu yoqqa lapatkani qo'ysak, mana bu narsalarimni inventarimga solib qo'yaman. Stop, hali men paqir yasamayapman-ku, axir. Ularga tushib ketsak, suv quyib omon olishim mumkin. Xo'sh, temirlarimni eritayapti. Уже videomiz 11 minut bo'libdi. Videoni oxirigacha ko'rayotgan bo'lsangiz, sizga kattakon rahmat, lekin video juda ham qiziq joylari hali oldinda. Xo'sh, suvni mana shu yerda ko'rgandim. Buni olamiz va endi do'stlar, hamma narsa yaxshi. Temirlarimni olib kelsam, yo'la tepaga chiqmayman, chunki almazlarni hali topganimiz yo'q. Bu yoqda almazlar juda ham ko'p bo'ladi. Chunki biz lavali ko'lni oldida yuribmiz. Xo'sh, men bu narsalarimni ham qilishim kerak. Okey do'stlar, kanalga obuna bo'ling, chunki biz tezroq 300 ta bo'lishimiz kerak. 2 kun ichida biz уже 200 ta bo'lishimiz kerak. 2 kun yoki 3 kun. Ya'ni yilga уже 9 kun yo 1 haftagina qoldi. Mayli. Xo'sh. Mana oltin.